Хорошо получилось. Перехватили мяч. Разгоняем контратаку. Предлагайте Алиев. Он на грани. Пора уже. Мяч в штрафной площади. Давай, бей! Гол! Хасанов на 31-й минуте забивает. Musaxonov oldinga borgan edi. Yaxshi uzatma. Mana bu yerda o'tdi, zarba uchun imkoniyat va gol! Zaxiradan maydonga tushgan Jamshidbek Rustamov gol egasi. Xato ketdi endi. Qarshi hujum. Hasanov kir alda. Tep endi. Ideal harakatlar. Hasanov hozir Shukrullayev. hamma bittadan ursin dedi. Bu jamoa haqiqatan bir-biriga